Hammaga assalomu alaykum. Vaqtim bor edi, video qilib olaylik. Tak. Pokraska bo'ldi. Hamma detalli kraskalar bordim. Ozgina yonimdan ham qo'shib yubordi, uyga bo'yamasa bo'lmas edi. Polностью shumka bo'ldi. Tozalar, eski shumkalarni ham olib tashladi. Ko'chirilgancha, o'zini заводской eski shumkasi ko'chgancha olindi. Потолок ham shumka bo'ldi. Походу pyesa mayli потолокlar слишком kir ekan. Tozalab yuborildi, bari detalli yechilganda. Tak, eshik. Bitta shu hozir yodish sidini taqaman, shu bir tomonni kech qilmay, vaqtim bo'lsa bukkasini ko'tarib bering deyishdi. Ko'ramiz. Qolgan ish ertaga. Может, hali qilma gaz bo'lganiga faqat tog'orasini qilib beraman. Потому что gaz rasali xalaqit beradi polni qilishga tegini. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Всем удачи. Если что, за shu yergamiz. Charchamaylik.